Barchaga assalomu alaykum. O'ylaymanki, hammanglarning kuninglar yaxshi o'tyapti. Lekin bugun sizlarga bitta voqeani, ya'ni bugun bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. Bugun ertalabdan rejamda punksiya amaliyoti rejalashtirilgan edi. Bemorimizda to'ylariga 5 yil bo'lgan, turmushlariga 5 yil davomida bitta ham homiladorlik kuzatilmagan. Rezervlari kamligi uchun biz ularni ekoprotokolga olganmiz va bugun ertalab soat 10 da ulardan folikulalarni yig'ib olishim kerak edi. Bu degani biza shuncha oy davomida ekoprotokolga tayyorlanganmiz, shuncha vaqt davomida tuxumdonlarda stimulyatsiya amaliyoti o'tkazilgan va bugun ertalab punksiya amaliyoti bo'lishi kerak edi. Lekin bu qizimizda bugun punksiya amaliyotini qilmadik to'g'rirog'i. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Chunki bu qizimiz bugun punksiya amaliyotiga kelmadilar va ertalab klinikaga telefon qilib, biza punksiya amaliyotiga borolmaymiz, biza ekoni davom ettira olmaymiz, eko qilmaymiz deb aytganlar. Mana bundan xabarim yo'q. Unda operatsiyaga chiqsam, patsientingiz kelmadilar, punksiyani bekor qilganlar deyishyapti. Mana bundan umuman xabarim yo'q. Juda ham jahlim chiqdi, juda ham asabiylashdim. Nimaga bu narsadan juda ham asabiylashib ketdim, juda ham xavotirga tushdim to'g'riroq. Mayli, shuncha oy davomida qilingan tayyorgarlik, shuncha qilingan mehnat, stimulyatsiya, mayli bemorga shuncha mablag'i ketgan. Bular hammasi mayli. Lekin bu qizimizda asorat, eng yomon asorat bu tuxumdonli giperstimulyatsiya sindromi. Ya'ni qizimizda asorat kuzatilishi mumkin. Ular bu narsani tushunmayaptilar. Punksiya qilinmadi, ekoga kelinmadi, bo'ldi. Shu bilan bu narsa o'tib ketmaydi. Chunki tuxumdonli stimulyatsiya qilinganda razmeridan, o'zini bo'lishi kerak bo'lgan razmeridan 5-6 baravargacha kattalashib ketadi. Bundan tashqari u joyda ko'plab folikulalar o'sadi. Ko'plab folikula o'sgandan keyin agar qizimizda trubalar o'tkazadigan bo'lsa, bu yerda ko'p homilalilik yuzaga kelishi mumkin. Folikulalar hammasi bitta yorilganda juda ham kuchli og'riqlar berishi mumkin. Qorin bo'shlig'idagi og'riqlar, qorin shishib ketishi, kichik chanoqda juda ham ko'p miqdorda suyuqlik yig'iladi. Bundan tashqari tromb hosil bo'lish xavfi oshib ketadi. Buni qizlarimizda juda ham asoratlari ko'p. Eng yomon asoratlardan bittasi tuxumdonli katta bo'lganda tuxumdonli buralib qolishi mumkin. Buralib qolganda bu narsa hatto operatsiya bilan tugashi mumkin. Shu asoratlarni o'ylab, shuning uchun juda ham bu qizimizdan xavotir oldim. Bu voqeani sizlarga gapirib berishimdan, aytib berishimdan maqsad nima? Qizimiz bilan yaqinda gaplashdim. Kelmaganliklarini sababi turmush o'rtoqlari bilan ajrashishga qaror qilishibdi. Shuning uchun punksiya amaliyotiga kelmadilar, ekoni to'xtatishga majbur bo'ldilar. Lekin bitta narsa aytmoqchiman. Juftlikni men anchadan beri bilaman. Boshidan menga kelib, ancha oydan beri ular bilan ishlaganman. Er-xotin umuman ajrashish niyatlari bo'lmagan. Agar ajrashish niyati, oilani buzish niyati bo'lgan insonlar birinchidan eko qildirishga, farzand uchun harakatga kelishmaydi. Er-xotin bir-biri bilan munosabatlari juda ham yaxshi. Men bu narsani ko'rib turganman. Chunki ko'p oy davomida bemoringiz bilan ishlaganda, xohlasangiz, xohlamasangiz, er-xotinning munosabati qanaqaligini ham bilib olasiz. Shuning uchun nima demoqchiman? Ular shuncha umid bilan, ixlos bilan shunchalik harakat qilishdi, lekin bilmadim nima sabab ajrashish fikriga kelishdi. Mana ekoprotokol to'xtatildi. Oxiriga kelganda, bir qadam qolganda men sizlarga nima demoqchiman? Balkim oilalarga aralashishi, oilalarga bosim o'tkazishi, to'xtatish payti kelgandir. Er-xotin bolali bo'lishni xohlashyapti, birga yashash xohlashyapti. O'shaning uchun harakat qilishyapti. Eko yo'li bilanmi, farqi yo'q. Ularga qaysi yo'l bilan Alloh bersa farzandli bo'lishga harakat qilishyapti, sababini qilishyapti. Lekin har xil gap so'zlar tufayli,
har xil bosimlar tufayli yoki kimlardir ruxsat bermaganligi tufayli ular ajrashishga majbur bo'lishayapti. Hamma narsa to'xtatildi shu joyida. Balkim bu narsalarga nuqta qo'yish vaqti kelgandir. Madam nimagadir bu narsani sizlarga gapirib bergim keldi. Nimagadir bu narsadan judayam ta'sirlandim. Judayam xafa bo'ldim.